Salom do'stlar, bu Shahinjon haqida 30 so'fak kanalga obuna bo'ling. Sizlar bilan Deko.uz. Qani boshladik. Kanal nomi Shahin. Niki esa Shahin Minecraft. Qidirishlar chiqib kelaveradi. Kanal yo'nalishi albatta Minecraft. Kanal 2024-yilning 31-avgust kuni ochilgan va 3 milliontaga yaqin ko'rishlar soniga ega. Jami 34 ta video yuklagan. 20.8 ming obunachisi bor. Videolarda kamdan kam obuna bo'ling deydi. Ko'proq stream qiladi. Eng ko'p ko'rilgan videosi 296 ming marta. Eng kami esa 22 ming marta. Umuman shorts video yuklamagan. Videolarda montajni yaxshi qiladi. Hamda juda kam gapiradi. O'yinlarda turli xil fermalar quradi. Telegram kanali ham bor. Telegram nomi, kanal nomi albatta Shahin. Niki esa Shahinbekcha. Telegram obunachisi o'zi 576 ta. Odatda Telegram kanaliga mod tashlaydi. O'yinni oson qilish uchun esa bu modlarni qo'shadi. Bu modlarni albatta Telegram kanaliga tashlab boradi. Unga yoqadigan Minecraft versiyasi barcha modlar tushadigan versiya. Har bir videoga kamida 20-30 ta unaqa qo'shadi. 1.21 fabrik versiyada o'ynaydi. Ismi Shahriyor. Familiyasi esa noma'lum. Rasm chizishga juda qiziqadi. Bu yildir bo'lish uning orzusi. U 1988-yil tug'ilgan. 36 yosh. Xullas, mana qisqacha videosini ko'rib olishingiz mumkin. Men Minecraftga har xilcha soatlar qo'shdim. Xullas, bugungi videomizda men birortasidan yasab ko'rmoqchiman. Xullas, har xilchalari bor. Hattoki mamlaqa creeper bashara ham. Qani ko'ramiz, nima bo'lar ekan. Let's go. Mana biz tirilib ham oldik, qani boshlaymiz. Mana nihoyat bizda arajolar bor. Endi esa ozgina hayvon topsak, o'lib qolmaslik uchun. Ana endi birorta g'or topishimiz kerak. Qo'y, lekin bularning rangi har xil. Astagina tegmaymiz. Menimcha mana shu bo'lsa kerak. Menimcha men sakrashga majburman yoki chamchorlagan emas. Majbur ekan. Qaranglar sizlar. Birinchi mobimiz. Xullas bu ham o'sha mobimiz creeperga o'xshaydi. Yoniga borsak portlab ketadi. Men bera qitta temir ham bor ekan. Xullas men temirlarni olamanda asta siltayman. O'lib qolsam bo'lmaydi. O'sha uchun qani let's go. Buni qaranglar sizlar. Pradalni o'tirishini. Bu xullas boss desa ham bo'ladi. Unga yaqinlashmasdan asta ketishimiz kerak. O'zim xavfsiz joy topmasam bo'lmaydi. Kirmasak bo'lmaydi bunga endi. Yana bitta. Yana bitta chiqdi. Yo'may, qanday baxt. Ana endi mana bu narsani topamiz. Ana endi esa bitta qishloq topishga boramiz. Ana go. Endi nima qilamiz bu yerda bilasizlarmi? Bunaqa uyda men birinchi marta ko'rishim. Xullas, men bu joyda o'zimga olaman. Bu yerda birinchi tozalab chiqishimiz kerak. Menimcha ash joy bo'lsa kerak. Qaranglar, men bitta narsa taxladim. Bu yerda har xil villagerlar bor, har xil ishlarga ega bo'lgan. Va men ana shulardan boyib ketishim mumkin. Ya'ni cheksiz emeraldlar, xullas o'zimga kerak hamma narsani olishim mumkin shekilli. Qani bo'lmasam, boshlaymiz. Men kuchayib bo'ldim. Ko'rishinglar mumkin, polni olmos kiyimdaman. Qanday deyishinglar mumkin? Короче, mana brat menga mana polni olmos kiyimlar beradi. Shu bratni oxirigacha kuchaytirib oldim xullas. Keyin mana brat esa bizga mana ender pearl beradi. Mana 300 ta olib qo'yganman. Endi bu bratdan nima chiqarishni bilmayapman hozircha. Mana brat esa bizga cheksiz mana xullas oltin sabzi beradi. Bu brat qaydandir kelib qoldi to'g'risi. Bu bratda ham narsasini olamizmi deyman.
Va mana bizada olmos narsalar ham bor. Xullas. Mana. Endi esa masalabda вообще udar narsa ko'rsataman. Xullas narsalarimizni neziritga aylantiramiz. Qanday deyishinglar mumkin? Umuman nezirga bormaymiz xullas. Короче, bitta mod qo'shganman. Neziritda mamla qilib yaratsak bo'ladi biza. Ana, 10 ta neziritimiz bor endi. Endi esa buni bu yoqqa qo'yamiz. Bu yoqqa qo'yamiz va xullas bizga tosh kerak ekan. Tezlik bilan tosh qozib kelmasak bo'lmaydi. Yeta, ana endi esa qilamiz. Oh yeah. Aytgancha xullas bu modlar sizlarga kerak bo'lsa Telegram kanalimga tashlab qo'yaman. Ana endi esa birinchi mana soatni yasashni boshlaymiz. Qanaqa xullas uni kallasi yasashga bizga nezerit kallasi va bunaqa goblet degan narsa, qizil banner va bitta lapis lazuli degan narsa va dipsley temir kerak ekan. Qolganlariga ham shu ish qilib. Bo'lmasa olg'a katta g'or topamiz. Xullas bizga siltach degan mana kerak. Enchant. O'shani biza kirkamizga qo'ymasak bo'lmaydi. Mana biratda endi biza siltach olib ketamiz. Qanaqa? Oh yeah. Xullas bizga ozgina temir kerak. Ana endi go. Oh yeah. Endi esa bizga qizil banner kerak. Endi esa bizga mana bunaqa goblet degan narsa kerak. Yo, xullas biz bu narsani to'ldirishimiz kerak ichini. Buni to'ldirish uchun esa bizga mana bunaqa Great Essence degan narsa kerak. Ana, xullas buni hozir olib bo'lmaydi. Polni to'lab bo'lgandan keyin bitta bossak ola. Bizga mana bunaqa narsadan 4 ta kerak. Bitta katta essence yasash uchun. Bu mayda-chalani esa biza yovuz moblardan olamiz. Ya'ni zombi, skelet, creeper xullas. Bu degan nima degan bilasizmi? Bitta mob ferma qurish kerak degan. Ana go. Hop, qani bo'lmasam boshlaymiz. Mana nihoyat bizani fermamiz ham taq bo'ldi. Mana endi qani go. Oh yeah. Menimcha endi men bu yerda o'tirsam kerak ozgina. Ana endi let's go. Ozgina AFK qilaylik. AFKlik. Go. Xullas aradan 15 minut o'tdi, endi qaraymiz qani. Qancha berdi. Boyagi yashil narsachadan. Qani go. Oh yeah, 23 ta. Yaxshi. Xullas no mayli deymiz. Menda xullas 6 ta Great Essence bor. Ana, endi esa oh yeah, fillet goblet. Endi mana narsani kallasini taxlab ko'ramiz. Hop, ana. Oh yeah. Ana endi polni kiyimlarga qilib chiqishimiz kerak. Xullas endi bu narsani full set qilish uchun, ya'ni polni hamma narsalarini olish uchun bizga boyagi yashil narsachadan kerak va ozgina yo'q, faqat o'shandan kerak. Qani olg'a bo'lmasam. Mana nihoyat bizada 36 ta bor. Menimcha yetsa kerak. Qani olg'a. Xullas bu 9 ta berdi menga. Qani ko'ramiz yetami yo'q.
O, ikkita fillet goblet. Oh yeah. Biza polni kuchayib ketdik. Xullas. Yo. Mana beri yana bir ikkitalar bor ekan. Xullas yerlar menimcha bugungi videoga shu yetsa kerak. Xullas kam video chiqayotgan sababi bir ikkita muammolar bor, o'shalarni hal qilishim kerak. Shu uchun kam video chiqadi. Mayli. Sizlar bilan doimidagi o'sha shahanjon bo'ldi va xayr.